Opajonim eshik ochiq ekan, kirurdim. Uy ishlarini qilsangiz bo'lmaydimi betgacha uxlagunizcha? Uzr oyijon. Oyjon, oyimga tilis ikki qarichidi. Tilis kesilib qoptimi? Eshikni yopsa teshikdan kirasan-a? Ol, choydan ich. Opez rosa pazandaladi. Uyda ham shunaqa shirin ovqat qiladilarmi? Zahar gaplarni esla olmayman, ovqat qilganlarni esla olmayman. Mani o'ljami ozodligiga qancha qoldi? Oz qoldi. Eshityapsanmi? Qaytar dunyoga oz qoldi. Nima yeyotdi? Dovcha. Dovcha yegimiz kelyapti. Qizni dovchani qatta olaman. Mammas, bolamiz qolyapti-da. Keling, o'g'limga qishki kiyimlar qilinmagan. Olib kelarsizlar. Shuncha mebelni kim qildi? Yur endi olamiz. Aka, mana rasmiy sizga zo'r keldi. Brendroz do'konida Lubo kurtkalarimiz 199 ming. Bunga emas, pochasiga olamiz. Shimli 99 ming ekan. 38 razmerdan bering. Ho'kizdek o'tkazibdilarmi? Oyoq kiyimlar ham 99 ming ekan. 44 razmerdan bering. Oyoqmi bu, tuyoqmi bu? Boshlandi. Bosh og'rig'imi? Boshlandi. Skori chaqir. Skori chaqir! Skori chaqirlari! Tog'i bo'ldimi?